Assalomu alaykum, qadrli hamshaharlar hamda ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Xalq deputatlari Kogon shahar kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi tomonidan Kogon shahridagi korxona va tashkilotlar tomonidan 2025-yilda korrupsiyaga qarshi kurashish borasida amalga oshirilgan ishlar atroflicha tahlil qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 21-apreldagi korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha belgilangan ustuvor vazifalar ijrosini samarali tashkil etish to'g'risidagi PF 71-sonli farmonning Kogon shahar hududidagi korxona, tashkilot va muassasalarga mazkur farmonda ko'rsatib o'tilgan korrupsiyaga nisbatan murosasiz bo'lish, bu borada shahrimizda amalga oshirilayotgan islohotlar aholi o'rtasida tushuntirish ishlari vazifalari belgilangan bo'lib, mazkur farmon ijrosi yuzasidan amalga oshirilgan ishlar doimiy nazoratga olingan va shahar hududidagi maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi, madaniyat bo'limi, shahar tibbiyot birlashmasi, Buxoro suv ta'minoti, Kogon shahar bo'limi, Kogon shahar kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limi, Kogon shahar adliya bo'limi, Kogon shahar prokuraturasi, Inson ijtimoiy xizmatlar markazi Kogon shahar bo'limi, Hududgaz Buxoro, Kogon filiali, Kogon elektr tarmoqlari korxonasi hamda kadastr agentligi Kogon shahar bo'limi tashkilotlarida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha belgilangan ustuvor vazifalar ijrosini samarali tashkil etish to'g'risida o'rganishlar olib borilganligini ma'lum qilamiz. Shuningdek, Kogon shahar prokurorining 2025-yil davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan axboroti kengash sessiyalarida muhokama qilinib borilayotganligini ham ma'lum qilamiz. Davlat tashkilotlarida korrupsiya xavflarini kamaytirish maqsadida ichki nazorat va profilaktik chora-tadbirlar sezilarli darajada kuchaytirildi. Bu doirada xodimlar faoliyati muntazam tahlil qilib borilmoqda. Korrupsiyaga yo'l qo'yish xavflari aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha tizimli choralar qo'llanilmoqda. Shuningdek, ichki audit, nazorat tekshiruvlari va xizmat odobi qoidalariga rioya etish masalalari muntazam nazorat qilib borilmoqda. Bu choralar xodimlar mas'uliyatini oshirish, xizmatlarda shaffoflikni ta'minlash va korrupsiya xavfini minimallashtirishga qaratilgan chora-tadbirlardir. Jumladan, Kogon shaharda 2025-yilda korrupsiyaga qarshi kurashish mavzusida ommaviy axborot vositalari orqali 61 ta huquqiy targ'ibot ishlari amalga oshirilgan bo'lib, gazeta va jurnallarda 6 ta, veb-sayt va boshqa elektron axborot vositalarida 57 ta, og'zaki huquqiy targ'ibotlar 59 ta, ma'ruzalar 12 ta, davra suhbatlari 41 ta, seminarlar 6 ta, mahallada, ta'lim muassasalarida, mehnat jamoalari va boshqa joylarda 58 marotaba. Shuningdek, tinglovchilar soni umumiy 505 nafarni tashkil qilgan bo'lib, ko'rgazmali hamda yozma huquqiy tushunchalar 37 tani tashkil qilmoqda. Shu bilan birgalikda animatsion videoroliklar soni 54 tani tashkil qilgan bo'lib, jami shahar miqyosida korrupsiyaga qarshi kurashish mavzusida tashkil etilgan targ'ibot tadbirlari umumiy 764 tani tashkil qiladi. Shaharda 2025-yil mobaynida davlat xizmatchilari o'rtasida korrupsiyaning oldini olish, qonunchilik talablariga rioya etish va xizmat odobi qoidalarini mustahkamlash maqsadida o'quv seminarlar tashkil etildi. Bu tadbirlar xodimlarning huquqiy ongi va mas'uliyatini oshirishga hamda xizmatda shaffoflikni ta'minlashga doir chora-tadbirlardir. Shuningdek, fuqarolar va tadbirkorlardan kelib tushgan murojaatlar doimiy ravishda tahlil qilib borilmoqda. Korrupsiyaga oid xabarlar esa belgilangan tartibda tezkor ko'rib chiqilmoqda. Bu fuqarolarning huquqlarini himoya qilish va korrupsiya holatlarining barvaqt aniqlanishiga xizmat qiladi. Shahar, tashkilot va korxonalardan chiqayotgan qarorlar va ma'lumotlarning ochiqligi ta'minlanib, jamoatchilik nazorati sezilarli darajada kuchaytirildi. Bu tadbirlar fuqarolarning davlat idoralari faoliyatida hamkorlikda ishtirokini ta'minlash, ochiqlikni oshirish va korrupsiya xavflarini kamaytirishga qaratilgan. Jamoatchilikning muntazam nazorati orqali mansabdor shaxslarning mas'uliyati oshirildi va qonunbuzarliklarga qarshi tezkor choralar ko'rish imkoniyati yaratildi. Korrupsiya bu jamiyatning turli yo'llar bilan iskanjaga oladigan dahshatli illatdir.
Shunga qaramay, mazkur illat jamiyatimizda uchrayotganligi mamlakatimizning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy jabhalarda amalga oshirilayotgan islohotlarga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatib kelmoqda. Korrupsiya nafaqat mamlakatga moddiy yo'qotish olib keladi, balki tadbirkorlik rivojiga, qonun ustuvorligini ta'minlashga to'sqinlik qiladi. Jamiyatda ijtimoiy keskinlikni, hokimiyatga nisbatan ishonchsizlikni, halokatli og'ir oqibatlarni keltirib chiqaradi. Bugungi kunda ayrim davlat xizmatchilari o'z manfaatlarini ko'zlab, jumladan kredit olishda, qurilish sohasida, byudjet mablag'larini taqsimlashda ming afsuski noqonuniy ishlarga aralashib qolayotganliklarini guvohi bo'lmoqdamiz. Xalqimizning qing'ir ishning qiyig'i 40 yilda ham chiqadi deb bejiz aytilmaganligi, sodir etilgan har qanday korrupsiyaviy jinoyat sirligicha qolmasligi albatta oshkor bo'lishi va qonuniy jazosini olishi ma'lumdir. Faoliyatimizni qaytadan xolisona tahlil qilib, o'z oldimizga qo'yilgan ustuvor vazifalarni shaxsiy manfaatimizdan ustun qo'ygan holda sidqidildan bajarishga barcha kuch va salohiyatimizni safarbar etaylik. Yurtimizning bugungi va ertangi kuni yorug' kelajagi uchun avvalambor o'zimiz mas'ul ekanligimizni unutmaylik. Davlatimiz rahbari tomonidan taraqqiyot strategiyasida hamda 2025-yil 5-martdagi Milliy Kengashning kengaytirilgan yig'ilishida belgilab berilgan maqsad va vazifalar, shuningdek shahar hokimligi va korxona tashkilotlar oldiga qo'yilgan vazifa va topshiriqlar ijrosini so'zsiz va og'ishmay bajarishlikni ta'minlaylik. Barchangizni birgalikda korrupsiyaga qarshi murosasiz kurash olib borishga da'vat qilaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.